Navbatdagi o'rnatuv jarayonimiz Namangan viloyat pop tumaniga avtomatika darvozamizni qo'yib berganmiz. Darvozamizni bo'yiga ham eniga ham 3 metrdan bo'lgan. Bu joy yangi qurilish bo'layotgan uchastka. Xudo xolasa o'ziga xos uslubda qo'yib berganmiz. Undan profillarni qotirib, mana ichkaridan ko'rinish holatlari, katta radio blogimiz yetmagan ro'shno holati ichkaridan ko'rinishi. Siz uyingizga avtomatika qildirmoqchi bo'lsangiz, barcha turdagi avtomatika darvozalar bizda mavjud. Istalgan avtomatika darvozangiz haqida ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz yoki buyurtma qilmoqchi bo'lsangiz, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar va batafsil ma'lumot telefonda berib o'tamiz.